ای خدا من davlat boshib ketdi. Mana, ko'ryapsizmi? Men yuzlarim terlab ketdi. Davlatim ko'tarilib ketdi. Mazam qo'shdi. Mani qiynama, qisman aka. Men o'z holimda manada qochganim yo'q. O'z holimda qo'ying. Mazam qo'shdi. Dimlikda mazam qo'chyapti. Men davlatimdan ko'tarib kelsa javob berasizlar. Bir nima bo'lib o'lib qolsam javob berasizlar. Men davlatimdan ko'tarib ketdim. Yo'q, men qo'limni ishlamang. İltimos, ben nafas olay, asabiylashdim. Boraman. Siz ketavering, pravomni olaman, boraman qilaringiz. Sizga beraman. Yo'lda kelyapti. Videoga yaxshilab ahamiyat berib ko'rgan bo'lsanglar, pravo yo'qligi sababli mashina jarima maydoniga ketdi. Fuqaroning o'zini ham ichki ishlar binosiga olib ketmoqchi bo'lishyapti. Lekin videoni bitta joyiga ahamiyat bersanglar, pasportini ko'rsatyapti adashmasam, yo pasport yo pravoni telefonda ko'rsatyapti rasmga olinganini. O'shani o'zi yetmaydimi ichki ishlarga, GAI xodimlariga pravosi borligini isbotlash uchun yoki pasportini bazaga uradigan bo'lsa chiqib kelish kerak-ku pravo. Endi menga fuqaro video tashlab beryapti, o'rtada yana nima gaplar bo'lib ketgan, darajagacha borishiga nima sabab bo'lgan bilmayman. Eng to'g'ri yo'li rasmiy munosabat berishlarni iltimos qilib qolardik. Voqeaga oydinlik kiritib, agar xodimlar noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, haqiqatan ham videodagidek noto'g'ri ish qilishayotgan bo'lsa, chorasini ko'rasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qiling.